Bolam menga gap qaytaradi, nima qilay? Bolam menga aql o'rgatma deydigan bo'ldi. Bolam menga uydan chiqib ketaman deydigan bo'ldi, nima qilay? Va hayratda qolamanki, 40 ga yetib borayotgan ayol qanaqa qilib endi 12-13 yoshga kirayotgan farzandini tushunmasligi mumkin. Chunki bola tug'ilganda shunaqa bo'lib tug'ilmagan. U toza fitratda tug'iladi bola. Va har doim bir narsaga o'xshataman, plastilin deyman-da. O'zimiz yasab olamiz xohlagan shaklimizni. Faqat qayerdir nimjonroq yopishtirib qo'yamizda uzilish bo'ladi. Bo'shliqda tabiiyki yomon fazilatlar egallab oladi-da. Va xafa bo'laman, chunki onalar uchun eng og'riqli nuqta farzandni gap qaytarish. Bolam menga gap qaytaradi, nima qilay? Bolam menga aql o'rgatma deydigan bo'ldi. Bolam menga uydan chiqib ketaman deydigan bo'ldi, nima qilay? Va hayratda qolamanki, 40 ga yetib borayotgan ayol qanaqa qilib endi 12-13 yoshga kirayotgan farzandini tushunmasligi mumkin. Chunki bola tug'ilganda shunaqa bo'lib tug'ilmagan. U toza fitratda tug'iladi bola. Va har doim bir narsaga o'xshataman, plastilin deyman-da. O'zimiz yasab olamiz xohlagan shaklimizni. Faqat qayerdir nimjonroq yopishtirib qo'yamizda uzilish bo'ladi. Bo'shliqda tabiiyki yomon fazilatlar egallab oladi-da. Va xafa bo'laman, chunki onalar uchun eng og'riqli nuqta farzandni gap qaytarish.